To'mishda qasam yubin qilolmaydiganda qilsiz jumo. Qilalamdim, qilamamdim, bir qilib ko'rsatib qo'ying. Yubin ketarlik materiallar: tuxum 3 dal, shakar 187 gram, sumay 187 gram, asal 125 gram, suda 5 gram, powda 5 gram, un 700 gram. Muvafiq miqdorda qiyma tayyor qilib olsak bo'ladi. Kerakli materiallarni filmning orqaga qo'yib qo'ydim. Lazım bo'lsa rasmga tortib olsangiz bo'ladi. Yubinga avval shakarni silib olamiz, tuxumni qo'yib olamiz, sumayni qo'yib olamiz, asalni silib olamiz. Suda powdafini silib olamiz. Qo'limizda yaxshi aralashtirib, faqat suv qo'ymaymiz jumo yubinning xamiriga. Men shunda yaxshi o'lchamlarda o'rgatyapman sizlarga. Yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, italgan bo'lsanglar, meni jiq-jiq qo'llab turinglar, yuraklaringni aymay beringlar. Men mushalatga kelganda unimizni silib yug'urib olamiz. Mana xamirimiz mushalatda yug'uriladi. Ajoyib rayish bir optan bir xamir jumoma va mana qilsam tas bekpeyzi. Qiymini tayyor qilib olgandan keyin buning birini 60 gramdan jumlaq qilib olamiz. Bu shunchalik yanqijiq qiyma bo'ladi jumo. Yesanglar shundoq quvvat. Qiymimizni mushtaq qilib, xamirimizning har birisini 60 gramdan o'zib olamiz. Jumlaqlagan xamirimizni qiymimizda o'tirg'a olamiz. O'tirg'a elib, qiymimizni ichiga besib turib, beshta o'rib olamiz. Mana shundoq o'rib olganingizda qiymini. Maxsus yubinning qilpimiz bor. Mana shundoq yaxshi ko'rgan gullik qilponlarda xamirni ustiga qo'yib, yaxshi kuchab besib olsizlar. Mana chiroyli yubin chiqdi. Yubinimizni tayyor bo'ldi. Endi ustiga tuxumning oqsiriqini yaxshi aralashtirib surkib olsak bo'ldi. Yaxshi qilib surkib olamiz. Buning naytinga oz cho'tqining ustiga beramiz, bo'lmasa o'zi shaltoqlam chiqib qoladi. Ha, bo'ldi qizim. Endi koshan salayli. Koshanni qizibdi, yubinni siling qizim. Nima cho'ng duxovkaning usti o'tini 220, osti o'tini 200 tangshib 15 minutga to'g'riladim. Sizlar uyda aytgan vaqtingizda ustini 200, ostini 180 qilib 20 minut deb ko'rib pishirsanlar bo'ldi. Yubinmi pishibdi qizim ilila. Wow! Nim deganda o'xshagan yubin bu. Meni qizim yubinni o'xshab ketibdimi? To'g'ri o'xshatibsiz yomon jumo. Amkilar sonda Yurakdagiligida tursiz-ku?